Ish qidirib yurgan akalarimizga Moskva oblastida bizda juda ham katta ob'yomda ish bor. Zuhriddin, o'zingiz ishongan eng ishonchli kompaniyaning ishidan bormi deganlar uchun ha, mana o'zimizning kompaniyani ishlaridan sizlarga hozir to'liq ma'lumotni berib o'taman. 100% ishonchli, официальный оформление труда договора выделенной kompaniya topshirib beradi, faqat dokument bilan ishga qabul qiladi. Bez dokument olmaydi, O'zbekistondan kelsa bo'lmaydi. Faqat Moskva oblastida yurgan akalarimiz uchun bu ish bo'ladi. Demak, bu ish qayerda, nima ish, to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun albatta videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilamiz va albatta kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, iltimos kanalimiz rivoji uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Inshaalloh Xudo xolasa biz sizlarga har kuni bundan zo'r ishlarni albatta chiqarishda davom etamiz. Aziz vatandoshlar, sizlarga registratsiya, uni продление qilish, INN, трудовой договор, уведомление xizmatini taklif qilamiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhriddin Musafir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Mana bugun 21-aprel 2025-yil. Demak, bugun haftaning dushanba kuni sizlarga ajoyib yangi ish vakansiyasi Moskva oblast territoriyasidan, ya'ni butun Moskva oblast territoriyasida, Domodedovoda bor, Solnechny-Gorskda bor, hop Pushkinada bor, juda ko'p, Naginskda bor. Undan tashqari bu skalatlarda hammasida gruzchik kerak, raznorobochik kerak, upakovщик kerak, kompletovщик kerak, sortirovщик kerak. Ko'rasizlar, hamma vakansiya bor. Hammasida yotoq joylari ham bor. Faqat erkaklar uchun hozircha даже Teplitsada ham ish bor. Mana Kashira deydi, Moskva oblastga qaraydi u ham. Albatta oblast dokumenti bo'lish kerak. U yerda ham bez ob'yom. Bu kompaniyaning ishlari juda ham ko'p. Kim xohlasa bez ob'yomli skalatiga borsin. Kim xohlasa ob'yomligiga borsin. Eng minimum oylik 96,000 rubldan boshlanadi. Yotog'i bor, obetlari bor, forma, olib kelish, hamma usloviyasi bu kompaniyada bor. Prosta qaysi territoriyaga qarab sal farq qilish mumkin. Ya'niki misol uchun bitta joyda yotoq registratsiyasi 3 mahal ovqat bo'lishi mumkin, bitta joyda 1 mahal ovqat bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizlarga option aytayapmanki, bu kompaniyada hamma usloviya bor. Siz faqat Moskva oblastida qaysi hududidasiz? O'sha hududga nisbatan ekranda nomerlar turibdi. Tezda telefon qilasiz. Men shu, misol uchun Pushkinadaman. Qanaqa vakansiyalar bor? Yoki men Domodedovodaman. Qanaqa vakansiyalar bor? Faqat ruschalab, ha? Chunki bu ruskiy kompaniya, aytib o'tyapman, официальный. Hech qanaqa o'zbek, posrednik, tojik, qirg'iz aralashmagan, faqat ruschada bo'ladi. Muloqot ham, boshqasi ham, pul ham, hammasi o'z vaqtida rashyot qilinadi. Oyda 2 marta. Oyliga aytib o'tganimdek 96,000 rubldan ob'yomli ishlar, bez ob'yomli ishlar ham bor. 180,000 rublgacha. Chunki ob'yomda kuniga 6,000, 5,000 rubl bemalol odamlar ishlab topyapti. Bu albatta o'zingizning tezligingizga bog'liq. Shuning uchun kimga Moskva oblast hududidan, Domodedovodanmi, Pushkinadanmi, Naginskdanmi, Kashiradanmi, qayerdan ish kerakmi? 18 dan 45 yoshgacha iltimos 45 dan balandini olmas ekan. Hozir skalatga kirgizmaydi 45 dan balandini, chunki jismoniy holat 45 gacha zo'rg'a ko'taryapti deyapti. Ya'niki bor bilaman 50 yoshda ham 30 yoshlilardan qattiq ishlaydiganlar bor, lekin kompaniya skalat 45 yoshdan tepasini olmaymiz degan. Shuning uchun to'g'ri tushuninglar. Biz agar bizga qo'yib bersa, bu narsa bizning qo'limizda bo'lgan deydi. Biz hammalarni o'sha 70 yoshdan tortib 100 yoshgacha qo'ygan bo'lardik-ku. Tayyor ishchilar-ku. Lekin bu narsa bizning ixtiyorimizda emas. Shuning uchun to'g'ri tushuninglar. Faqat erkaklar hozircha 18 dan 45 yoshgacha Moskva oblast hududida kompletovщик, gruzchik, raznorobochik, upakovщик, sortirovщик hamma vakansiya bor, xullas. Shuning uchun kimga qaysi vakansiya qiziq bo'lsa, ekrandan Tatyana yoki Olgaga bemalol telefon qilinglar. Yana to'liq stavkalar haqida bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada Telegram gruppa bor, kompaniyaning Telegram gruppasi официальный. O'sha gruppaga kanalga qo'shilib olasizlar. Telegram o'sha kommentariyada birinchisida turibdi. O'shanga gruppaga qo'shilib olib, o'sha kanaldan qarab tursanglar, eng global boshlig'i sizlarga har kuni yangi ishlarni tashab turadi. O'sha Telegram kanaldan qarab, qaysi vakansiya yoqsa, adreslargacha, soat bay, nimalar to'laydi, hammasini yozib qo'yadi. O'sha qaysi ish yoqsa, sirasi telefon qilasizlar, boshlig'ini, pramo ish beruvchining o'zi bilan, boshlig'ini o'zi bilan, ruskiy bilan gaplashish imkoniyatiga egasizlar. Buning uchun shunchaki
Kommentariyadagi birinchi silkaga shunday bosasiz, Telegram kanaliga ulab olasiz, kompaniya Oxstaff chiqadi. Shunga shunday ulab olsangiz bo'ldi. Ya'ni kun bo'yi siz xohlagan vakansiyangizni ko'rib, xohlagan vakansiyangizga borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Albatta mana shunaqa kayfiyatda sizlar bilan xayrlashamiz. Inshaalloh Xudo xolasa bugun kechga yoki ertaga har kuni yangi ishlarni chiqaramiz. Albatta bu sizlarga zavisit, ya'ni sizlar poddeska qilib, layklarni bo'lsa, videolarni keng tarqatib tursanglar, bundan-da zo'r ishlarni ham Moskvadan, ham Sankt-Peterburg, butun Rossiya territoriyasi bo'yicha albatta chiqaramiz. Ha, aytgancha kommentariyada iltimos yozib qoldiringlar, kim qayerdan kuzatyapti ushbu videoni, hamda qayerdan ish chiqaraylik, qayerda ish kam, shu haqida yozib qoldirsanglar, qo'limizdan kelgancha maksimal harakat qilib, o'sha joylardan biz sizlarga ish chiqarishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi. Albatta bizni qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Hammaga xayr, kuninglar osida